hurmatli jamoadoshlar, aziz mana shu tabarruk maskanga tashrif buyurgan Xorazmning qalbi qaynoq, mehri jo'shqin, o'zlari hammasi ibodatga qoyim va mehri daryo hamyurtlarim. Avvalo mana shu safar, tabarruk maskandagi safar har biringizga muborak bo'lsin deyman. Men sizlarni har biringizni o'zlaringizni, oila a'zolaringizni, qarindosh urug'laringizni, qo'ni qo'shnilaringizni, barcha yaqinlaringizni nomidan eng avvalo mana shu bizni qutlug' safarimizni, tabarruk safarimizni tashkillashtirgan tashkilotchilarga, xususan o'zini ilmi bilan, diniy ilmi, amallari, ibodati, har bir so'zning etimologiyasini sharhlab berishlari bilan bizning yuragimizdan chuqur joy olgan, yuragimizda chuqur iz qoldirgan mana shu Abu Bakr domlaga kipriklarimiz poylariga yetguncha ta'zim qilamiz. Domlajon, umringiz uzoq bo'lsin. Kasb-koringizga, umringizga, oilangizga, ibodatingizga Allohim mo'l ko'l qilib baraka bersin. Hech qachon sizni og'rintirmasin. Mana bir kun kasal bo'ldim, rosa yig'ladim. Ertalab Said Abdullohga rosa yig'ladim. Lekin mana domlani ko'ryapmiz. Toblarida ozroq, endi ko'p demayman, muammo bo'lishiga qaramasdan bizni izlaridan ergashtirib, olib, har bir so'zni, har bir diniy rivoyatlarni bizlarga juda ham chiroyli qilib sharhlab, qalbimizga bir shifo tarzida bizga tutyaptilar va biz bu uchun doimo menimcha umrimizni so'ngigacha minnatdor bo'lamiz, duoda bo'lamiz va ilohim qiyomatda hammamiz mana shu jamoani jannat bog'larida payg'ambarimizni bir ayollarni mana Oysha onamiz atrofida, erkaklarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning atrofida jamlash nasib qilsin deyman. Steve Jobs degan dunyoning eng boy odami bor. Men uni ma'ruzalarini o'zbek tiliga tarjima qilganman va u yerda Steve Jobs yozadi: $300 soat ham, $30 soat ham bir xil vaqtni ko'rsatadi deydi. Siz deydi dunyoda juda ko'p ishu amallaringiz uchun o'rningizga kimnidir yollab ishlatishingiz mumkin. Uyingiz iflos bo'lsa, uy tozalovchi yollab uyingizni tozalatasiz. Kiyimlaringiz kir bo'lsa kimgadir yuvdirasiz. Mashina hayday olmasangiz kimdir mashinangizni, ulovingizni haydashi mumkin. Lekin agar siz kasal bo'lsangiz, betob bo'lsangiz, hech qachon hech kimga pul to'lab, mablag' to'lab o'z dardingizni birovga toptira olmaysiz deydi. Shu ma'noda men aytmoqchimanki, mana shu yerda biz bilan bir jamoa bo'lib, bir nafas bo'lib, bir qanot bo'lib, bir yo'l bo'lib, bir sohil bo'lib mana shu joylarga kelgan har bir hamyurtimga, avvalo mana shu karvonboshimiz Abu Bakr domlaga, mana tinimsiz o'zini bir samimiyati bilan bizga hamrohlik qilayotgan Said Abdullohjonga va bizni juda ham ajoyib bebaho ukamiz Abdullohjonga va qolaversa Ammorbekga, Omadxonga, har biriga, har biringizni nomingizdan juda chuqur tashakkurlar bildiraman domla. Umringiz uzoq bo'lishini, rizqingiz mo'l ko'l bo'lishini Allohimdan mana shunday bir nima deydi, pirli yo'llar deydi Xorazmda, pirli yo'llarda yurib so'raymiz. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Umrimiz daraxtdan past qilma Rabbim, borliq sharobidan mast qilma Rabbim. O'zing karam birla pok insonlarni yomonlarga zerudast qilma ya Rabbim. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan, qo'llariga aso bir tayoq tushsin. Iymoni sof yuzga kirib yorug' yuz, to'ylar ko'rib yelkasidan tog' tushsin va jismiga so'nggi safar chog'ida o'z bolasin qo'lidan tuproq tushsin. Endi shu yerda domlasiz xorazmcha juda chiroyli gapirdingiz. Shu uchun xorazmcha ham bir she'r aytib bersam. Iydala gullabdi teyindan o'tib, yur gulim bir jilli bo'lib kelamiz.
hozir iydalarning o'zlari majnun, bir kun kelib meva tuymak tamasi aqli yetganida bo'lgan gaplari qizarib ketadi hali hammasi. Majnunni bag'rini yanganlarına meni yuragimi kavopidandir. Namoz o'qiganni savobi bilan yorni bir ko'rganni savobidandir. Xudoyim o'zi baravaradi yorni ko'rmaganni jazolarini. Namozni qazosini o'qisa bo'lar, o'qib bo'lmas diydor qazolarini. Bu yerda endi nima deydi, namozni qazosi o'qib bo'lmas diydor qazolarini deyapti. Bu yerda mutlaq Allohga bo'lgan Alloh yor sifatida o'zbek adabiyotida ifoda etiladi. Shu uchun uni to'g'ri tushunishlaringizni iltimos qilib qolaman. Hammalaringizga rahmat, tashakkur. Xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Bellarimiz faqat ibodatda bukib bo'lsin. Allohning poyida bukilsin. Rizqimiz mo'l ko'l bo'lsin. Molimizni, jonimizni, tanimizni, vujudimizni, ruhimizni, qalbimizni Alloh har doim muhofaza etsin. Agar kimdir ko'ngliga tekkan bo'lishi mumkin, kimgadir sal keskinroq gapirgan bo'lishi mumkin. Agar bizdan o'tgan bo'lsa, Alloh yo'lida kechiring, afv eting, sog' bo'ling. Hammangizga eng go'zal saodatli onlarni tilab qolaman. Yuksak Travelga, xususan Abu Bakr domlamizga, Said Abdullohga, Abdullohjonga, qolaversa mana haydovchilarimizga, har biriga va u yoqda Qo'shko'prda turgan Alisherjon va Maysaraxonlarga, hamma Feruza opaga, har biriga rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, bor bo'linglar. Yashasin Urab! Habib Zira. Alhamdulillah.